Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli geldim yoshdan 61 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz. Bugungi videomiz sizning kelajagingiz. Farovonligingiz va moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzuga bag'ishlanadi. Bu shunchaki bir video emas, bu sizning haqlaringizni himoya qilishga, pensiya tizimidagi so'nggi o'zgarishlardan xabardor bo'lishga va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam beradigan hayotiy qo'llanma. Sizdan bir daqiqa vaqt so'rayman. Hoziroq kanalga obuna bo'ling. Bu videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki men hozir aytadigan ma'lumotni shunchaki internetdan yoki ijtimoiy tarmoqlardan topa olmaysiz. Bu sizga nafaqat vaqt, balki katta miqdordagi mablag'ni ham tejashga yordam beradi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Asl muammo shundaki, biz pensiya tizimi qanday ishlaganini va unga qanday erishish mumkinligini bilardik. Avvallari ayniqsa eski avlod vakillari uchun pensiya ta'minoti ancha sodda va tushunarli edi. Sizning mehnat daftarchangiz bor edi. Unda har bir ish joyi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar aniq ko'rsatilgan. Bu daftarcha sizning butun mehnat faoliyatingizning asosiy hujjati hisoblanardi. Pensiya hisoblanayotganda aynan shu daftarcha asos qilib olinardi. So'nggi yillardagi ish haqi miqdori inobatga olinardi va shunga qarab pensiya tayinlanardi. Hamma narsa juda shaffof va oddiydek tuyulardi. To'g'rimi? Bitta qog'oz varog'i sizning kelajagingizni belgilardi. Odamlar mehnat daftarchasini ko'z qorachig'idek asrashardi. Chunki bu uning mehnat stajini isbotlovchi yagona hujjat edi. Mehnat stajini hisoblash usullari ham yillar davomida ko'p o'zgarmagan. Ayniqsa, Sovet davrida ish boshlagan avlod uchun pensiya yoshi kelganida shunchaki mehnat daftarchasini taqdim etish va hujjatlarni rasmiylashtirish kifoya edi. Ko'p hollarda insonning barcha ish joylari va maoshlari aniq qayd etilgan bo'lardi. Pensiyaga chiqish uchun minimal staj talablari ham nisbatan barqaror edi va fuqarolar o'zlarining uzoq yillik mehnati evaziga munosib pensiya olishlariga ishonishardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimi tobora murakkablashmoqda, raqamlashtirilmoqda va avtomatlashtirilmoqda. Hozirda biz eski tizimdan yangi, zamonaviyroq, shaffofroq bo'lishi kerak bo'lgan tizimga o'tish davrini boshdan kechiryapmiz. Bu o'zgarishlar faqatgina bir necha bandni o'z ichiga olmaydi, balki pensiyaning hisoblanishi, uni olish tartibi, talab qilinadigan hujjatlar va hatto minimal mehnat staji talablariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Eng muhimi, endi sizning shunchaki qo'lda to'ldirilgan mehnat daftarchangiz pensiya tayinlash uchun yagona asos bo'la olmaydi. Elektron tizimlar, ma'lumotlar bazalari har bir fuqaroning shaxsiy xitob va ragidagi ma'lumotlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu shuni anglatadiki, agar sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimda noto'g'ri bo'lsa yoki umuman mavjud bo'lmasa, hatto qo'lingizda eski jilovli mehnat daftarchasi bo'lsa ham, siz pensiyangizni to'liq miqdorda olmasligingiz yoki umuman olmasligingiz mumkin. Bu yangi sharoitlarda shunchaki kutish va pensiya yoshi kelganda murojaat qilish yetarli emas. Endi siz faol bo'lishingiz, ma'lumotlaringizni tekshirishingiz va zarur choralarni ko'rishingiz shart. Bu boradagi xabardorlikning yetishmasligi esa ko'plab fuqarolarni jiddiy moliyaviy muammolarga duchor qilishi mumkin. Bu ayniqsa 40 yoshdan oshgan, ya'ni pensiya yoshiga yaqinlashayotgan va eski tizim sharoitida ish boshlagan avlod uchun juda muhimdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Birinchidan, har bir fuqaro bilishi kerakki, hozirda sizning mehnat stajingiz nafaqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar, balki pensiya jamg'armasining elektron ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni har bir oylik uchun to'langan sug'urta badallari asosida hisoblanadi. Bu juda muhim. Agar sizning nomingizdan to'lovlar pensiya jamg'armasiga kelib tushmagan bo'lsa, bu davr sizning mehnat stajingizga kiritilmaydi. Hatto sizning qo'lingizda rasmiy ishga joylashganingiz haqida buyruq bo'lsa ham. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Birinchi toifa, bu mehnat stajida uzilishlar bo'lganlar yoki norasmiy ravishda ishlaganlar. Ko'pchiligimiz hayotimizning ma'lum davrlarida norasmiy ish joylarida ishlaganmiz yoki qandaydir sabablarga ko'ra rasmiy ishsizlik davri bo'lgan. Masalan, 28 yoshli Ahmad aka tasavvur qiling. Uning mehnat daftarchasida 30 yil staj yozilgan, lekin 5 yil davomida u qurilishda norasmiy ishlagan. Maoshni qo'lma-qo'l olgan, hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmagan va pensiya jamg'armasiga uning nomidan hech qanday badal o'tkazilmagan.
Ahmad aka pensiyaga chiqish uchun murojaat qilganida uning staji 30 yil emas, balki 25 yil deb hisoblanishi mumkin. Bu esa uning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Chunki staj kamayganligi sababli pensiya miqdori sezilarli darajada pasayib ketadi. Hatto agar uning mehnat daftarchasida qandaydir yozuv bo'lsa ham, agar uning nomidan pensiya jamg'armasiga pul tushmagan bo'lsa, bu davr hisobga olinmaydi. Ya'ni Ahmad aka 5 yil stajini yo'qotgan hisoblanadi. Bu esa uning umrbod oladigan pensiyasining miqdorini kamaytiradi. Ikkinchi toifa bu o'z hujjatlarini muntazam ravishda tekshirmaganlar yoki eskilari bilan cheklanib qolganlar. 6 yoshli Gulnora opa misoli. U uzoq yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, mehnat daftarchasida barcha yozuvlar mavjud. U hamma narsa joyida deb o'ylaydi. Biroq 2005 yildan keyin tizimlar raqamlashtirilganda u ishlayotgan maktabning hisobchisi uning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasining elektron bazasiga to'liq yoki noto'g'ri kiritgan bo'lishi mumkin. Natijada Gulnora opaning so'nggi 5 yillik staji elektron bazada aks etmaydi. U pensiyaga chiqqanda sizning stajingiz yetarli emas yoki so'nggi yillardagi ma'lumotlar topilmadi degan javobni olishi mumkin. Bu Gulnora opaning nafaqat vaqtini, balki asablarini ham oladi va pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Bu holatda Gulnora opa o'zining barcha ish haqi varaqalarini, buyruqlarini yig'ib pensiya jamg'armasiga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Bu esa uzoq va mashaqqatli jarayon bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa bu yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki o'z-o'zini band qilgan shaxslar. 45 yoshli Olimjon aka tasavvur qiling. U oxirgi 10 yil davomida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi va shaxsiy hisobiga tegishli soliq va ijtimoiy to'lovlarni amalga oshiradi. Uning ishi rasmiy, lekin uning staji doimiy ish joyiga ega bo'lgan kishinikidan farq qiladi. Agar Olimjon aka o'z-o'zini band qilgan yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida belgilangan minimal to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsa, uning pensiya staji shakllanmaydi. Uning uchun muhim jihat shuki, u o'zining har oyda to'lab borayotgan ijtimoiy sug'urta badallarining to'g'riligini va to'liqligini muntazam tekshirib borish kerak. Aks holda kelajakda u ham staj yetishmovchiligi muammosiga duch kelishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda bu uzluksiz ravishda rasmiy ish joylarida, asosan davlat tashkilotlarida ishlagan va doimiy ravishda maosh olgan hamda ushbu maoshlardan barcha ijtimoiy sug'urta badallari o'z vaqtida o'tkazilgan fuqarolardir. Agar siz 2019 yildan keyin ham rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz va ish beruvchingiz barcha to'lovlarni to'g'ri amalga oshirayotganiga ishonsangiz, sizning holatingiz ancha yaxshi. Biroq hatto bunday holatda ham bitta oddiy tekshiruv ortiqchalik qilmaydi. Ikkinchidan, bu allaqachon pensiyaga chiqqan va pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'lmagan shaxslar. Ularning pensiyalari eski qoidalar bo'yicha tayinlangan va yangi o'zgarishlar ularning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Agar qonunchilikda pensiyani indeksatsiya qilish yoki oshirishga doir o'zgarishlar bo'lmasa. Ammo bu ham absolyut xotirjamlikni anglatmaydi. Chunki pensiya miqdorini oshirishda yangi qonunlarning qanday qo'llanilishi ham muhim rol o'ynashi mumkin. Endi esa pensiya hisoblashning muhim jihatlaridan biri bu o'rtacha ish haqi. Yangi tizimda pensiya miqdori asosan sizning eng yuqori maosh olgan 5 yil davridagi o'rtacha ish haqingizdan kelib chiqib hisoblanadi. Bu 5 yil sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidan tanlanishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Ya'ni agar siz yillar davomida yuqori maosh bilan ishlagan bo'lsangiz, bu sizning pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qiladi. Agar siz o'zingizning eng yuqori daromadingiz qaysi davrda bo'lganini aniq bilmasangiz, bu pensiya jamg'armasi mutaxassislari tomonidan aniqlanadi. Biroq yana bir marta takrorlayman, bu ish haqi ham elektron bazada mavjud bo'lishi shart. Agar siz norasmiy ravishda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, lekin u rasmiy ravishda qayd etilmagan bo'lsa, bu maosh pensiya hisobida inobatga olinmaydi. Endi esa istisnolarga, kutilmagan qiyinchiliklarga va unchalik aniq bo'lmagan nuanslarga e'tibor qaratamiz. Pensiya tizimida doim alohida toifalar mavjud bo'lgan. Bularga qishloq joylarda ayrim lavozimlarda ishlagan ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'p bolali onalar, harbiy xizmatchilar, shuningdek zararli va o'ta zararli sharoitlarda ishlagan fuqarolar kiradi. Ushbu toifalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi yoki stajga qo'yiladigan talablar yumshatilishi mumkin. Masalan, 5 yoki undan ortiq farzandni tarbiyalagan ayollarning pensiya yoshi
umumiy belgilangan yoshdan bir necha yil oldinroq kelishi mumkin. Yoki juda og'ir va zararli ishlarda mehnat qilgan shaxslar uchun ham alohida imtiyozlar mavjud. Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz, sizning pensiya tayinlash jarayonida alohida qoidalar qo'llanilishini bilishingiz kerak. Bu holatda sizga qo'shimcha hujjatlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nogironlik guvohnomasi, ish sharoitlari haqidagi ma'lumotnomalar va boshqalar talab qilinishi mumkin. Shu sababli agar siz ushbu imtiyozli toifalardan biriga mansub bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlar markaziga murojaat qilib, o'zingizga tegishli aniq shartlarni oldindan bilib olishingiz juda muhimdir. Eng katta qiyinchiliklardan biri bu mehnat daftarchasidagi yozuvlarning elektron bazadagi ma'lumotlarga mos kelmasligi. Tasavvur qiling, siz 2005 yildan 2010 yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Mehnat daftarchangizda bu haqida yozuv bor. Ammo korxona o'sha paytda pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'tkazmagan yoki noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lishi mumkin. Natijada elektron bazada sizning o'sha davrdagi stajingiz yo'q. Bu juda keng tarqalgan muammo. Bunda sizga o'sha korxonadan ishga qabul qilinganlik va ishdan bo'shatilganlik haqidagi buyruqlarning nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, hatto korxonaning arxividan ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv idoralaridan ma'lumot topish juda qiyin bo'ladi. Ba'zi hollarda hatto sud orqali mehnat stajini tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa uzoq va qimmat jarayondir. Yana bir noaniq nuansa bu ayrim davrlarning stajga qo'shilmasligi. Masalan, bola parvarishi bo'yicha ta'tilda bo'lgan davrlar yoki o'qish davrlari. Ba'zilar bular ham stajga kiradi deb o'ylaydi. Ammo qonunchilikda aniq belgilangan shartlar mavjud. Agar siz bunday davrlarni o'z stajingizga kiritmoqchi bo'lsangiz, tegishli qonun hujjatlarini diqqat bilan o'rganishingiz va pensiya jamg'armasidan maslahat olishingiz zarur. Bundan tashqari, ba'zi turdagi ta'tillar, masalan, ish haqi saqlanmagan holdagi ta'tillar ham pensiya stajiga kiritilmasligi mumkin. Bu esa fuqaroning umumiydan stajini kamaytirib yuboradi. Mahalla fuqarolar yig'inlarining roli ham ko'pchilik uchun tushunarli emas. Ba'zi hollarda, ayniqsa kolxozlarda yoki qishloq joylarda ishlagan fuqarolar uchun mehnat stajini tasdiqlashda mahalla fuqarolar yig'inlarining ma'lumotnomalari yoki guvohlarning ko'rsatmalari muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Bu ayniqsa eski yillardagi ishlarni tasdiqlashda juda muhim. Ammo bu ma'lumotnomalar ham pensiya jamg'armasining xodimlari tomonidan sinchkovlik bilan o'rganiladi va ularning har biri qonuniy asosga ega bo'lishi shart. Shuning uchun shunchaki bir qog'oz olib borish yetarli emas. Uni qanday rasmiylashtirish kerakligini aniq bilish lozim. Elektron mehnat daftarchasi tushunchasi ham ko'pchilik uchun yangilik. Ko'pchilik buni oddiygina ma'lumotnoma deb biladi. Aslida bu sizning barcha mehnat faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlar jamlangan yagona elektron baza. Agar sizning mehnat daftarchangiz 2019 yildan keyin elektron tizimga kiritilmagan bo'lsa, bu degani sizning stajingiz avtomatik ravishda hisoblanmaydi. Ko'plab yirik korxonalar va tashkilotlar o'z xodimlarining ma'lumotlarini elektron tizimga to'liq kiritgan bo'lsa-da, kichik korxonalar, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki xususiy sektor vakillari bu ishni to'liq bajarmagan bo'lishlari mumkin. Bu esa bevosita sizning pensiyangizga ta'sir qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'zingizning elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Bu jarayon juda oddiy va hozirgi kunda har bir fuqaro uchun mavjud. Siz mytank.uz portali orqali, ya'ni Davlat interaktiv xizmatlar portali orqali ro'yxatdan o'tib, shaxsiy kabinetingizga kirishingiz mumkin. Bu yerda siz mehnat staji haqida ma'lumot olish xizmatini tanlaysiz. Yoki Xalq bankining mobil ilovasi orqali ham bu ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qilib, o'zingizning elektron mehnat daftarchangizdagi barcha ma'lumotlarni qog'oz ko'rinishida olishingiz mumkin. Bu sizning birinchi va eng muhim vazifangiz. Ushbu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Har bir ish joyi ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar, shuningdek, ish haqi miqdori to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam, agar ma'lumotlarda nomuvofiqliklar, xatolar yoki yetishmovchiliklar aniqlansa, darhol zarur hujjatlarni yig'ishga kirishing. Sizga nimalar kerak bo'lishi mumkin? 1. Ishga qabul qilinganlik va ishdan bo'shatilganlik to'g'risidagi buyruqlar nusxalari. 2. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar.
ayniqsa eng yuqori maosh olgan davrlaringiz uchun o'tuming. Mehnat shartnomalari nusxalari. Mehnat daftarchangizning asl nusxasi va notarial tasdiqlangan nusxasi. 5. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv idoralaridan tegishli ma'lumotnomalar. 6. Agar mahalla guvohligi kerak bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inidan tegishli ma'lumotnoma qanday rasmiylashtirilishi pensiya jamg'armasida tushuntiriladi. Bu hujjatlarning barchasini juda tartibli va aniq qilib jamlashingiz kerak. Har bir hujjatning asl nusxasi va bir necha nusxasini tayyorlab qo'ying. 3-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qiling. Yig'gan barcha hujjatlaringiz bilan birga boring. Bu yerda sizning holatingizni batafsil tushuntiring va mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ular sizga qanday yo'l tutishni, qanday arizalar yozishni va qaysi hujjatlar aynan sizning holatingizda muhimroq ekanligini tushuntirib berishadi. Muhimi xodimlardan sizning elektron bazangizdagi ma'lumotlarning to'g'rilanishi bo'yicha yozma ariza qabul qilishlarini talab qiling va arizangizning nusxasiga kiruvchi raqamini qo'ydirib oling. Bu kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim bo'ladi. Har doim barcha muomalalar va murojaatlarning yozma tarzda qayd etilishini talab qiling. 4-qadam, norasmiy stajni qonuniylashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Agar sizda norasmiy ishlagan davrlar mavjud bo'lsa va bu davr sizning pensiya stajingizga kirmagan bo'lsa, sizda o'z-o'zini band qilgan fuqaro sifatida minimal ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirish orqali stajingizni tiklash imkoniyati mavjud. Bu qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Bu borada ham pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashishingiz shart. Ba'zi hollarda bu o'tmishdagi badallarni to'lash orqali ham amalga oshirilishi mumkin, ammo bu qonunchilikka qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bu masala bo'yicha aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan olishingiz kerak. 5-qadam. Pensiya yoshiga yetganingizda to'liq va aniq ma'lumotga ega bo'lish uchun hozirdan harakat qiling. Bu ayniqsa Kartiti E5 yosh oraligidagi fuqarolar uchun juda muhim. Sizda hali vaqt bor. Bu vaqtdan unumli foydalaning. Har yili kamida bir marta elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni tekshirib boring va agar yangi ish joyiga o'tsangiz yoki ish beruvchingiz o'zgarsa, ma'lumotlarning elektron bazaga to'g'ri kiritilishini nazorat qiling. Xalq banki filiallarida ham pensiya hisobvarag'ingiz holati bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Va nihoyat 6-qadam, mish-mishlarga emas, balki rasmiy manbalarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar tarqaladigan tasdiqlanmagan ma'lumotlarga aslo ishonmang. Faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, Adliya vazirligining hujjatlari yoki davlat xizmatlari markazlaridagi mutaxassislar bergan ma'lumotlargina haqiqatdir. Agar shubhangiz bo'lsa, doimiy tomonlama tekshirishga harakat qiling. Hurmatli fuqarolar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Unutmang, sizning pensiyangiz bu sizning uzoq yillik mehnatingiz va o'zingizga qaratilgan e'tiboringiz natijasidir. Pensiya yoshi yaqinlashganda muammolarga duch kelmaslik uchun hozirdan harakat qiling. O'z ma'lumotlaringizni tekshiring. Zarur hujjatlarni to'plang va mas'uliyatli idoralarga murojaat qiling. Bu sizning kelajakdagi xotirjamligingiz garovidir. Ushbu video sizning hayotingizda qanday o'zgarishlar yasashi mumkinligi haqida fikr va mulohazalaringizni sharhlar qismida yozib qoldiring. Bu boshqa fuqarolarimizga ham yordam berishi mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.